Og'ir judolik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, siz bilan Dunyo News 24 kanali. Afsus bilan ma'lum qilamizki, taniqli san'atkor Dono Boboxonova vafot etdi. Bu xabar ko'plab muxlislar va butun san'at ixlosmandlari uchun katta yo'qotish bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Dono Boboxonova uzoq yillar davomida o'zbek kino va teatr san'atida samarali faoliyat olib borgan. U ayniqsa o'zining rollari Bozor ko'rmagan yigit kinonovellasi roli bilan tanilgan, shuningdek 2000-yillardagi Chol va nabira, Tilim qursin kabi filmlar orqali mashhurlikka erishgan edi. U ijodiy faoliyati davomida yuksak e'tiroflarga sazovor bo'lib, davlat mukofotlari va faxriy unvonlar bilan taqdirlangan. Xususan 1996-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist kabi unvonlarga erishgan edi. Dunyo News 24 jamoasi marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiradi. Agar siz ham marhumning muxlisi bo'lsangiz, ushbu postni qo'llab-quvvatlab, like bosishni unutmang, bizga obuna bo'ling. Keyingi yangiliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling, o'zingizni asrang.